hayotda umuman o'zini o'rnini topishga, stressga chidamliligini belgilab olasizda. Nazokat kasb tanlashda inson xarakteri va temperamentining o'rni qanchalik muhim? Juda muhim degan bo'lardim. Aslida mana shu jihatga ahamiyat berilmagani uchun ota-onalar tarafdan, kattalar, yaqinlar tarafdan ko'pincha biz o'zimizdagi kasbni proyeksiya qilib o'tkazib qo'yamiz. Biz o'zimiz xohlagan kasb. Uni qo'lidan keladigan emas. Ya'ni oddiy olib qarasak, psixologik jihatdan agar siz bolaning temperamentini yaxshi bilsangiz, uni ekstravertligi, introvertligiga ahamiyat berasiz. Xo'p, bu nimaga shunchalik muhim desiz? Introvert bola hech qachon sizga chiqib oratorlik qila olmaydi. U menejerlik qila olmaydi. U katta kompaniyalarni boshqara olmaydi. U o'zini xonasida o'tirib, olamshumul hech kimni xayoliga kelmagan, olamshumul hammani hayron qoldiradigan, lol qoldiradigan ilmiy ishlar qilishi mumkin. Mana shu jihatlarga e'tibor berishimiz kerak-da. Xo'p, ekstravertchi, siz agar farzandingiz ekstravertligini bilsangiz, undan zo'r orator, zo'r boshqaruvchi, liderlar chiqadi. Oddiy shu ikkita turni bilishingiz o'zi farzandingiz o'sha kasbiga nisbatan fidoyiligini yoki umuman hayotda o'zini o'rnini topishga, stressga chidamliligini belgilab olasizda. Albatta, temperament bu psixologlar bilishi kerak, faqat degan tushuncha emas. Temperament oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, onalar bilishi kerak bo'lgan muhim jihat. Chunki onalar o'zini ham o'tayotgan hislarini va farzandini ham o'sha jarayonga bo'lgan munosabatini biladi. Bu degani ota bilan ona bilan bola bir-birini yaxshi tushunadi. Shuning uchun ham temperament muhim degan bo'lardim. O'zi temperamenti farzandlik bo'lmasdan oldin ota-onalarga o'zi uchun umuman hayotiy qo'llanma sifatida o'rganishligini taklif qilgan bo'lardim. Chunki temperament bu biologik holat. Bu hammamizda bor hislat. Biz o'sha hislat bilan qolib ketamizmi? Yo'q. Hislatlarni korreksiya qilamiz, shakllantiramiz. Faqat ko'rdingizmi? Shakllantiramiz. Lekin nimaga asoslanib? Temperamentga, xarakterga, boladagi bor yoki yo'q jihatlarga qarab. Shuning uchun ham kasb tanlashda men temperamentni nafaqat bizning bolalarimiz uchun, balki o'zimiz uchun ham juda ham muhim deb bilaman bu sifatni.